Isroil o'tgan hafta Qo'shma Shtatlar tomonidan NATOga a'zo bo'lmagan asosiy ittifoqchi va Vashingtonning Fors ko'rfasidagi eng yaqin sheriklaridan biri bo'lgan Qatarga qarshi zarba berganidan bir necha soat o'tib, Isroilparast sharhlovchilar tezda diqqatini Turkiyaga qaratdi. Washingtondagi American Enterprise Institute katta ilmiy xodimi Michael Rubin Turkiya Isroilning navbatdagi nishoni bo'lishi mumkinligini ta'kidladi va uni himoya qilish uchun NATO a'zoligiga suyanmaslik kerakligi haqida ogohlantirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda isroillik akademik va siyosiy arbob Meir Mesri bugun Qatar, ertaga Turkiya deb yozdi. Anqara esa keskin munosabat bildirdi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'onning katta maslahatchisi g'ayrioddiy qo'pol tilda Sionist Isroilning iti tez orada dunyo sizning xaritadan o'tishingiz bilan tinchlik topadi deya yozdi. So'nggi oylarda Isroilparast ommaviy axborot vositalari Turkiyani Isroilning eng xavfli dushmani sifatida ko'rsatib, unga qarshi ritorikasini muntazam kuchaytirib kelmoqda. Isroillik sharhlovchilar Turkiyaning Sharqiy O'rta Yer dengizidagi harbiy siyosiy faolligini, xavf Suriyani qayta qurishdagi rolini esa ortib borayotgan tahdid sifatida baholamoqda. Isroilning mintaqadagi agressiyasi kuchayib borar, G'azodagi urush esa tugash belgilarini ko'rsatmayotgan bir paytda Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan avgust oyida Isroil bilan iqtisodiy va savdo aloqalarini uzib javob qaytargan edi. Anqarada bu ritorika jiddiy qabul qilinmoqda. Isroil mintaqaviy gegemonlikka intilmoqda dedi Atlantika kengashining tahlilchisi Omer O'skizilchik Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida. Uning so'zlariga ko'ra, Qatarga qilingan hujum Anqaraning NATO doirasidagi AQSh xavfsizlik kafolatlariga nisbatan shubhalarni yanada kuchaytirgan bo'lishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, Qatarga qilingan hujum Anqaraning NATO doirasidagi AQSh xavfsizlik kafolatlariga nisbatan shubhalarni yanada kuchaytirgan bo'lishi mumkin. Chunki Qatarning Washington bilan asosiy ittifoqchi maqomi bo'lsa-da, Isroil hujumlariga qarshi AQSh sezilarli chora ko'rmadi. Bu esa NATO nizomida belgilanganidek, AQSh Turkiyaga hujumni o'ziga qarshi hujum deb biladimi degan savollarni tug'dirmoqda. O'skizilchikning qayd etishicha, ko'plab arab davlatlaridan farqli o'laroq Turkiya o'z milliy xavfsizlik manfaatlari yo'lida AQSh yoki NATOga suyanmasligini allaqachon anglab yetgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu esa o'z mamlakatining mintaqaviy ekspansionistik maqsadlarini yashirib o'tirmayapti. Avgust oyida undan Buyuk Isroil g'oyasiga ishonasizmi deb so'rashganida u albatta deya javob berdi. Anqara uchun bu oddiy ramziy ritorika emas. Bu Isroilning butun Yaqin Sharqda o'z hukmronligini yoyishga urinayotgani. Bu esa Turkiyaning mintaqaviy qarashlari bilan to'qnashishi mumkinligini anglatadi. Turkiya tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidan Al Jazeera telekanaliga bergan intervyusida Isroilning Buyuk Isroil qarashi ba'zi diniy sionistlarning fikricha hozirgi Suriya, Livan, Misr va Iordaniyani ham qamrab oladi. Mintaqadagi davlatlarni zaif, bo'lingan va samarasiz qilishni ko'zlaydi dedi. So'nggi haftalarda Isroil G'azodagi genotsid hujumlarini va g'arbiy sohildagi reydlarni davom ettirish bilan birga Yaman va Suriyaga ham zarbalar berdi. Tunisdagi G'azoga yordam flotiliyasiga hujum qilinganlikda ham ayblanmoqda. Tahlilchilarga ko'ra, bu fon Turkiya va Isroilni geosiyosiy raqobatga olib keldi. Isroil esa markazlashgan kuchli davlatlar emas, balki zaif va bo'lingan davlatlarni afzal ko'rmoqda. Bu esa Turkiyaning kuchli markazlashgan davlatlarni qo'llash siyosati bilan keskin to'qnashadi.